Xitayning soda urush haqidagi ogohlantirish. Kyle Bass bilan Steve Bannon orasidagi suhbat xotirasi. 2019 yil 27 avgust. Steve Bannon 2016 yildagi Amerika prezidentlik saylamida Donald Trumpning saylam faoliyatlarining planlag'uvchisi bo'lgan. Aqsaroyning burunqi bosh strategiyachisi. Kyle Bass Heyman Capital Management nomidagi xavfdan saqlanish fondining qurg'uvchisi va boshqaruvchisi. Kyle Bass: Sizningcha Xitoyning haqiqiy niyati, ya'ni cho'ng plani zodi nima? Steve Bannon: Amaliyotda Xitoyning cho'ng plani nihoyatda oddiy. U bo'lsa butun dunyoga hukmron bo'lish. Ularning bu xil niyati bir balbog' bir yo'l qurilishi va Xitoy yasimchiligi 2025 nishonida to'liq ifodalanadi. Ularning Sahroy kabirning janubidagi Afrika tuproqlaridagi, Karib dengizidagi, Latin Amerikasidagi kengaymichilik harakatlari o'z vaqtidagi Sharqiy Hindiston shirkatininkidan eshib ketidiki, hargiz kam emas. Ular butun kuchini ishga solib, Amerikaga qarshi iqtisodiy urush qilyotidi. Deb harbiy kengaymichilik qilib, qo'shinlarni kengaytib, qurollarni sarxillashtiryotidi. Janubiy Xitoy dengizini qamal qilishga urinyotidi. Ularning g'oyat zo'r nishonga ega rayon strategiyasini yuqorqilardan ochiq ko'rib olishga bo'ladi. Konkret qilib aytganda, rayon siyosatshunosligi, ya'ni geopolitikaning 3 cho'ng nazariyasi. Birinchi, Makinderning cho'ng quruqlik nazariyasi. Ikkinchi, Mahanning okeanlardagi to'siq nuqtalarni buzib tashlash nazariyasi. Uchinchi, Spikmanning dushmanni cho'ng quruqlikqa yaqinlashtirmaslik nazariyasi qatorliqlardan iborat bo'lib, Xitoy dunyo tarixida bu 3 nazariyani tangli qo'llangan birdan bir davlatdir. Napoleon va Hitler Makinderning quruqlik huquqiy nazariyasini qo'llangan edi. Britaniya imperiyasi va Amerikaning davlat sistemasi Mahanning dengiz huquqi nazariyasi ustiga qurilgan. Spikmanning nazariyasi bo'lsa 20-asrning boshlarida o'tirg'a qo'yilgan. Xitoyning bir balbog' bir yo'l qurilishi amaliyotda Xitoydan Italiyagacha davomlashgan qadimiy Ipak yo'lini qayta barpo qilish qurilishidan iborat. Bugungi, ya'ni 2018 yil 10-oyning 5-kuni gezitda deyilganidek 5 yulduzliq general Dimay va boshqa Italiya hukumati vakillari Beijingdan yengili qaytib keldi. Ularning plani bir balbog' bir yo'l qurilishini Marco Poloning yurti bo'lgan Italiyaga kirgizmaslikdir. Shundaqla bu hafta Moldaviya Jumhuriyatimi ovozga qo'yish orqali Xitoyning Moldaviyada Mahan nazariyasida ko'rsatilgandek dengiz armiya bazasi va to'saq nuqta qurib, shu orqali dunyoga hukmronlik qilish planini rad qildi. Buningdan sirt, Spikmanning nazariyasida ko'rsatilgandek Xitoy yana Tayvanni va Janubiy Xitoy dengizini tizginlash orqali Amerikani Tinch okeandan va Yevro-Osiyo cho'ng quruqligidan qo'g'lab, Guam oralig'iga chekintirishga
urunyapatidi. Xitayning strategiyasiga qarta Wall ko'chasidagi nurg'un kishilar London pul muomala shaharchasidagi va Frankfurtdagi kishilar ularning zimin kengaytish niyati yo'q. Ular tarixdan beri kengaymichi davlat emas edi deyish mumkin. Amaliyotda Xitoy geopolitik nuqtasidan kengaymichi bir davlatdir. Kyle Bass Xitoy 2008 yildan ilgari o'zini nisbatan ojiz iqtisodiy gavda deb qaraydi. Ammo navbatda Xitoy dunyo iqtisodining eshishiga kapolatlik qiladigan motor degan ko'z qarash dunyo miqyosida qabul qilingandek turdi. Sizcha Xitoyning 2008 yili yuz bergan pul muomala krizisidan keyingi iqtisodiy utuqlari yoki o'zi da'vo qilayotgan atalmish iqtisodiy muvaffaqiyatlari Xitoyning geopolitik jihatda jasoratlanishiga turtki bo'lganmi qandaq? Steve Bannon Mən şununğa işinimanki, Xitayning iqtisodiy tuzilmasi bir döva qumning ustiga qurilgan. Bu, ya'ni bu xil tuzilma 2008 yildagi pul muomala krizisidami ig'ir bo'lgan iqtisodiy vayronchilikni keltirib chiqardi. Nuqul strategiya nuqtasidan aytganda, Xitoyning, ya'ni islohot ishikni echitishdan keyingi 30 yillik utuqlari haqiqatan zo'r. Lekin G'arbning sarxillari ahvolni texim yomonlashtiribdi. Chunki dal shularning mablag'i Xitoyni zo'raytdi. Amaliyotda Trumpni buncha alaydi deyishimizdagi sabab shuki, u xaloyiq dunyo cho'qim hozirgidek bo'lishi kerak emas. Ahvol asli boshqacha bo'lishi lozim edi. Biz Xitoyning qad ko'tarishini mablag' bilan ta'minladik. Ya'ni hozirgi iqtisodiy gullangan Xitoyni biz qurib chiqdik dedi. Lekin nurg'un yillardan beri kishilarning anglab kelgini bu degan issiqlik mexanikasining ikkinchi qonuni edi. Ya'ni Xitoyning qad ko'tarishi o'zgartkili bo'lmaydigan muqarrar fizikalik qonuniyatdir degandan iborat edi. Ammo Trump undaq emas. Xitoy, ya'ni G'arbdagi savdo banklari, mablag' banklari va Xitoyga bosh ekkan shirkatlarning yordamida qad ko'tardi dedi. Shundaqla men yana bir narsani oydinlashtirmoqchiman. Men degan bu so'zlar Xitoy xalqiga, puhralarga qartilmagan. Aksicha, bizning qarshimizda turg'ini hokim mutlaqlik ideyasidagi Xitoy Kompartiyasidir. Amaliyotda Xitoy Kompartiyasining rahbarlari Davoschilar bilan hamkorlashyapti. Davoschilar, ya'ni G'arbdagi fan texnika, injenerlik, boshqarish, pul muomala va madaniyat sohasidagi sarxillar bo'lib, ular ko'rinishda Davos dunyo iqtisodiy munbiriga tavada ko'rinsimi, amaliyotda ular London, New York, Washingtondan kelgan. Kyle Bass Xitoylar 2001-yili Dünya Savdo Tashkilotiga a'zo bo'lgandan boshlabla biz bilan savdo urushi qilyapti. Faqat biz buningga inkos qaytarmagan edik, xolos. Steve Bannon 1946-yili ikkinchi dunyo oxirlashgandan tortib toki 2000-yilgacha mayli vaziyat yaxshi bo'lsin yoki krizis ko'rilgan yillarda bo'lsin, Amerika iqtisodining o'rtacha yillik o'sish nisbati 3,5% bo'lgan.
Әні şu xil iş süretining turtkisida biz dərəcədən tashqari dövlətə aylanğan edik. Әмма Xitoy Dünya Savdo Tashkilotiga a'zo bo'lib, savdoda eng manfaatdor davlatga aylangandan keyin Amerikaning yuqoridagi eshish nisbati 1,9% ga tushib qoldi. Albatta, bu xil tuvanlashga sabab bo'lgan nurg'un omillar bor. Lekin yadrolik omil yana Xitoy. Chunki biz sanoatsizlashtirish sabablik yasamichilik kasblarimizni Xitoyga yo'tkidik. Ya'ni shu sabablik Xitoylar bu jihatda shiddatlik taraqqiyot imkoniyatiga erishdi. Hozir Xitoy mallaridan elinayotgan tamojna bejini ko'lam va miqdor jihatdan bak yuqori deb ketgili bo'lmasimi, ammo butun omillarni bir yerga jug'laganda Trumpning shuni demoqchi ekanligini tushuna olamiz. Biz hozir Xitoy bilan iqtisodiy urushning ichida turibmiz. Şoňa biz Xitoyga iqtisodiy tadbirlar orqali qaytarma hujum qilishimiz kerak. Biz savdo qonunining 301-moddasiga asosan Xitoyning majburiy texnik yo'tkishini cheklaymiz. Xitoydan misli ko'rilmagan ko'lamda tamojna beji olamiz. Agar biz ZTE'ga o'xshash Xitoy shirkatlarini vayron qilamiz desak, G'arb ularga barcha zapchastlarni setib bermaslar, ish tugaydi. Agar shunday qilsak, ular 90 kun ichida ishlab chiqarishdan to'xtaydi. Buningdan sirt, Trump tuzgan Shimoliy Amerikaning yangi erkin savdo kelishimining asosiy maqsadi rayon siyosati belgilash bazasi qurib, Sharq Osiyoga taqobil turishdir. Yaponiyami pat yaqinda Amerika bilan sheriklashish haqida qo'sh taraflik kelishimga imzo qo'ydi. Yevropa komitetining raisi Jon Kirmo Trumpga yangi savdo kelishimiga ishtirok qilishni xohlaydiganligini bildirdi. Trump vazifaga o'tirgan 2 yildan buyon ana shu ravishda Xitoyning qad ko'tarishiga to'sqinlik qildi. Trump Xitoyni aralashtirmay turib, dunyo ta'minot zanjirini qaytadan qurib chiqyapti. Bu biz uchun mo'lcharliksiz iqtisodiy yuksalish elib keladi. Shundaq deyishga bo'ladi-ki, Trump yolg'iz holda korxonchilar va Wall ko'chasidagi mablag' solg'uvchilar bilan tirkishyapti. Shunga men buni qahramonlik deb qarayman. Kyle Bass: Sizcha biz hozirgidek iqtisodiy siyosat yurgizayotgan ahvolda Xitoy keyingi qadamda qanday qilish mumkin? Steve Bannon: Aldı bilan ular Amerika prezidentining almishni umid qiladi. Xitoylar Avam palatasi saylimida Demokratik partiyani g'alaba qilg'izishga 80% imkonimiz bor deb qarayotdi. Ular psixika urushi va pul degandek ishlatgili bo'ladiganlik vositalardan foydalanib, saylamga ta'sir ko'rsatishga urinib, Trump bilan qat'iy qarshilashdi. Ular avval Demokratik partiyani saylamda g'alaba qilg'izib, ondan Avam palatasi orqali Trumpni sudga tortqizmoqchi bo'layotdi. Ya'ni Xitoyning eng muhim ishi Trumpning yana bir qatim Amerika prezidenti bo'lishini to'sib qilish. Chunki Xitoyning nazarida Trump navbatdagi butun ma'lumotchilikning bosh javobgari. Ular cho'qim Trumpga o'xshash navbatdagi yer shari savdo tuzilmasiga
qarşı turib, Amerikaning manfaati hammadan muhim deb jar soladigan birining emas, balki navbatdagi xalqarалық savdo tuzilmasini qo'llaydigan birining Amerikaga prezident bo'lishi uchun jon jahli bilan kuchaydi. Kyle Bass: Demak, ular Trumpning vazifa muddati to'shishni kutyapti. Steve Bannon: Yolg'iz bular emas. Xitoy kutish bilan qolmay aktiv harakatga o'tdi. Tünögün, ya'ni 2018-yil 10-oyning 4-kuni Amerikaning muavin prezidenti Bernie Axios va boshqalarning o'ziga bu haqdagi maxfiy xabarni yetkazganligini aytdi. Bu Xitoyning Amerika saylamiga rasmiy qo'l tiqayotganligini ko'rsatdi. Bu aldınqı qitimqi saylamda Ruslarning qilg'inidek ushshaq-tushshaq ishlardan emas. Ya'ni Xitoylar birinchi qadamda butun diqqatini oldimizdagi Amerika saylamiga qartatyapti. Ikkinchidan, Xitoy bir balvoq, bir yo'l va Xitoy yasimachiligi 2025 planlarini davomliq butun kuchi bilan ilgari surdi. Biz yaqinda Xitoyning Sahroyi kabirining janubida, Afrikada, Karib dengizida, Venezuelada, Latin Amerikasida hozirqidan 2-3 hassa ko'p mablag' solganligini ko'ramiz. Chunki ularda qo'ldan chiqarib etilishi kerak bo'lgan Xitoy puli bakli ko'p. Ammo buning uchun Xitoy pulini elishni xohlaydiganlar bo'lishi kerak. Kyle Bass: Hech kim, ya'ni xalqarалық savdoda dollarning o'rniga Xitoy puli elishni xohlamaydi. Steve Bannon: Shundoq. Hozir Paris qo'ltig'ida, Arab Birlashma Xalifaligida, Saudiya Arabistonda, Qatarda, Argentinadan Sahroyi kabirgacha dunyodagi boylik manbasi bor yerning hammasida Xitoylar bor. Qarab turing. Ular cho'qim qo'lidagi ko'p Xitoy pullarini qo'ldan chiqarib uchun harakat qiladi. Uchinchidan, Xitoylar o'ziga qiblanoma qilgan Xitoy davlatlik harbiy ishlar universitetining Chaoxiang va Wangshanhuidan iborat 2 polkovniki yozgan Chaoxianjan, ya'ni Chak halqigan urushi deb bir kitob bor. Bu kitobning inglizchasi 90-yillarning oxirida nashr qilingan. Bu kitobni hammalar o'qib beqish kerak. Chunki bu kitobda Xitoyning kelgusi strategiyasi o'tirib qo'yilgan. Bu kitobda kelgusida Xitoy yuzlanadigan urushning uchur urushi, iqtisodiy urush va qurol yaroq urushi, ya'ni an'anaviy urushdan iborat 3 xil bo'ladiganligi. Amerika qurol yaroq urushi, ya'ni an'anaviy urushga moyir bo'lg'achqa, Xitoyning bevosita harbiy to'qinishdan saqlanishi kerakligi o'ttirib qo'yilgan. Undaqda biz uchur urushi va iqtisodiy urush haqida to'xtalaylik. Xitoy navbatda mushu 2 xil urushni qilyotdi. Siz men degan ashu kitobni o'qib baqsangiz bo'ladi. Xitoy bu kitobda qilimiz yoki qilg'imiz bor degan nurg'un ishni qilib bo'ldi. Men navbatda Trump hukumatining butun kuchini Xitoyga qarshi iqtisodiy urushga markazlashtiryapti deb qarayman. Ham bu qarshimning to'g'riligiga ishonaman. Xitoylar bu urushda chekinishga majbur bo'lyapti va g'oyat zo'r besimga duch kelyapti. Men 22 yoshlik dengiz armiya ofitseri vaqtimda Amerika qo'g'lig'uchi parxodlari
Janubiy Xitoy dengizidan o'tganda men hayronligimda men qayerga kelib qoldim degan edim. Chunki butun dunyodagi neft parxodlarining hammasi degudek Paris qo'ltig'idan kelib, Malakka bo'g'zidan o'tib, mushu Janubiy Xitoy dengiziga kiradi. Kyle Bass. Bu ham Xitoy energiya ehtiyojining 40%ni yetkazishda cho'qim o'tadigan liniya. Steve Bannon. Mencha 5 trillionlik dünya sodasının 3'ten biri mushu liniya orqali tamamlandı. Kyle Bass. Shundaq. Steve Bannon. Demak, bu favqulodda mo'yin bir dengiz qatnash liniyasi. Kishilar Janubiy Xitoy dengizini darajadan tashqari yuqori sur'atlik soda yo'li deyishadi. Bu yerda 1 yil 365 kun. Her günü 24 saat çoğun soda parxodlari qatnaplı turdu. Mushinchivala mo'yin bir yer haqida Xitoy nima ish qildi? 2015-yili ular Oqsaroyda Amerika prezidenti va xalqining yuziga qarab turib yolg'on aytdi. Ya'ni Janubiy Xitoy dengizida har qandaq harbiy harakat bo'lmaymiz dedi. Amaliyotda bo'lsa, Xitoylar yo'tkalmas aviamatkidan 7-8 ni yasab, buni sun'iy orol deb atadi. Amaliyotda Janubiy Xitoy dengizidagi bu marjon xati tashlarining ko'pinchisi aviamatkidir. Bu orollarda o't kuchi kontrol qiluvchi radar, izlash radari, kurashchi aeroplan qatorliqlar bor. Kyle Bass. Yana texe 10,000 futlik uchish yo'li bor danga. Obama Amerika prezidenti bo'lgan mezgillarda Xitoy Janubiy Xitoy dengizidagi orollarni harbiylashtirmaydiganligini, u yerda yasag'an orollarning hammasining faqat tadqiqot uchun ishlatiladiganligini bizga ochiq aytgan edi. Ammo keyingi ahvol undaq bo'lmadi. Mushu xil ahvolda biz Xitoyga qanday taqobil turishimiz kerak? Hozir biz bu orollarning hammasida 10,000 fut uzunlikdagi uchish yo'llari, boshqariladigan bomba batareyasi va boshqa butun narsalar, ya'ni keraklik harbiy asliyalar borligini ko'ryapmiz. Gerçi Xitoy yuqorqi reallikni inkor qilayotgan bo'lsa-mu, ammo shu topda u yerda atom qurollari saplangan aeroplanlar bor. Mushu xil sharoitda biz ularga qanday taqobil turishimiz kerak? Yoki biz ular bilan bevosita tutishimiz kerakmi? Steve Bannon. Men Oqsaroyga bosh strategiyachi bo'lib kirgan vaqtimda Mike Flynn ikkimiz hammadan burun davlat bexatarlik komitetiga borgan edik. Men u yerda sizlar qilishga tegishlik 3 ish bor. Birinchi, urush qo'mondonlarining iqtidorini to'liq joriy qildirishimiz kerak. Ikkinchi, biz davlatimizning bexatarlik tarmoqlarini butunlay Obama paras odamlarning egilib olishiga yo'l qo'ymasligimiz, ularning o'rniga o'zimizning odamlarni qo'yishimiz kerak. Üçüncü, biz Obamaning Osiyo haqidagi maydoniga aloqador bütün materiallarni qaytadan ko'rib chiqishimiz kerak degan edim. Men ularning, ya'ni Obama hukumatining zodi nimani plan qilganligini bilib baxmoqchi edim. Oqsaroyda xizmat qiladiganlarga ma'lumki, men bir haftada 7 kunning hammasida kuniga 18 soatdan 20 soatgacha xizmat qilaman.
ana shu vaqtimning yerimi Osiyoni tadqiq qilish bilan o'tadi. Men Obama hukumatining bu haqda nimalarni qilganligini tekshirib, bizning, ya'ni Trump hukumatining nimalarni qilishimiz kerakligi haqida izlangan edim. Men haqiqatan bu haqda bir o'yga liq kelgudak materiallar chiqishi mumkin deb o'ylagan edim. Ammo dal aksicha materiallar to'limi oz bo'lib chiqdi. Men Obama davridagi Amerika hukumatining Xitoy bilan haqiqiy tirkashmaganligini bayqadim. Amerikada nurg'un ixtisosliklar bor. Lekin ularning hech qaysisi Xitoy bilan bo'ladigan ikkinchi qatimliq iqtisodiy urushga aloqador urush plani yoki iqtisodiy plan degandek bir narsalarni tuzmagan ekan. Obamaning butun Osiyo Tinch okean rayonidagi o'rinlashtirmasi faqat Avstraliyaning Darwin shahriga dengiz armiyasining quruqlikda urush qilg'uchi atirtidan birini o'rinlashtirishdan iborat bo'lgan. Buningdan sirt meni yana cho'chitgan bir ish shuki, men yosh vaqtlarimda dengiz armiyasida ofitser bo'lib yurganda biz Janubiy Xitoy dengizidan o'tib qolsak, miltiq zambaraklarimizni batlab, radarlarimizni echib qo'yib ma'atdiq. Demasimi, erkin safar qilish degan shundoq bo'lish kerak. Biz Amerika Qo'shma Shtatlarining dengiz armiyasi bo'lganligimiz uchun Janubiy Xitoy dengizini o'z ichiga olgan xalqaro dengizlarda xohlaganimizni qila olaydik. Biz dengiz qatnashining ravonligiga kapolatlik qilardik. Lekin hozir men shuni bayqadimki, bu yerda tuyuqsizlar nurg'un sun'iy orollar paydo bo'lib qoldi. Bizmo u yerda safar qilganda radarlarni o't kuch kontrolligini etib, yuvosh baladak jimjit o'tishga majburlanyapmiz. Asosiy jihatdan ular, ya'ni Xitoylarning ruxsati bo'lgandila ondan o'talayapmiz. Kyle Bass, bu ishni men faqat anglab baxmabdi ekanman. Steve Bannon, gerçi Xitoy xalqaro sudda uqtirayotgan bo'lsa-mu, yanala Janubiy Xitoy dengizini o'zining ichki dengizi deb hisoblaydi. Xitoyning territoriya butunligi va egilik huquqidan shaklanishga bo'lmaydi deydi. Xitoyning nazarida ular o'zlari sizib olgan Janubiy Xitoy dengizining 9 uzuk siziqliq chegara siziqi qancha ko'p materiallarda naql qilinsa, qancha ko'p televiziya programmalarida ko'rsatilsa, buni takrorlaydiganlar qancha ko'p bo'lsa, buningga, ya'ni Janubiy Xitoy dengizining haqiqatan Xitoyning territoriyasi ekanligiga ishonadiganlar shuncha ko'p bo'ladi. Men ilgirmi Janubiy Xitoy dengizida qurolliq to'qinish yuz berishi mumkin degan edim. Darvaqa Janubiy Xitoy dengizi bilan Paris qo'ltiqi dunyo to'qinishiga sabab bo'lish ehtimolligi eng yuqori ikki rayondir. Chaoshan masalasi bularning oldida hech narsa emas. Chaoshan faqat Xitoyning qo'rchoq davlati xolos. Gerçi Prezident Trump Chaoshan masalasida yaxshi qadamlarni ilayotgan bo'lsa-mu, lekin surkilishning partlash nuqtasi yanala Janubiy Xitoy dengizidir. Heliqi kuni oqshimi yuz bergan ishdan sizningmi xabaringiz bor. U kuni Decatur nomli qo'g'lig'uchi paraxod Janubiy Xitoy dengizida charlash vazifasi ijro qilyapti.
оның қаршысыға Xitayның bir qoğulğucu parxodi chiqib keldi. Agar shu chaqda ikki parxod bir-biriga urilgan bo'lsa, Kyle Bass qandaq ish yuz bergan bo'ladi? Steve Bannon oldi bilan parxoddagi 2-300 xodim shaksiz o'lgan bo'ladi. Buningdan sirt, agar u ikki parxod ashu sur'atda bir-biriga urilsa, parxoddagi qurollarga, yiqilg'ularga nima ish bo'ladiganligiga bir narsa deyolmayman. Ammo Xitoyning shu kundagi qiliqini talvilik demay bo'lmaydi. Ular bizga ochiqdan ochiq xiris qildi. Shuni unutmaslik kerakki, Decatur nomliq qo'g'lig'ichi parxod Xitoy yasab olgan sun'iy orolga o'shki ingliz melichi yaqinlashgan. Ammo Xitoy hozir sun'iy orolning atrofidagi 15 ingliz meli doirasining hammasini o'zining territoriyasi deb da'vo qilyotidi va bizni o'zining territoriya butunligiga va egilik huquqiga daxli taruz qildi deb ayblayotidi. Meningcha, Amerika prezidenti Donald Trump helimi Xitoyga yetkuchi kengchilik qildi. Mencha bo'lganda Trump Xitoyga 72 soat vaqt ichida sun'iy orollardagi butun radarlarni, hujum xarakterlik harbiy aslahalarni, kurashchi aeroplanlarni, uchish yo'llari va hokazolarni yo'qotishni talab qilish kerak. Agar bu talab o'rindalmasa, Amerika dengiz armiyasi 72 soatdan keyin tunji minutda Xitoyga yordamlashib, qolgan aslahalarni yo'qotib berish kerak. Ondan u yer xalqaro dengizga aylanishi lozim. Qani shu chaqda Xitoy Amerika dengiz armiyasining mo'yiga tegib baqsin. Kyle Bass to'xtab turing. Siz roboro urush qilishning gapini qilyapsiz. Steve Bannon, men urush qilish kerak demadim. Kyle Bass, agar biz Xitoyning oroldagi aslahalarini buzib etsak, ular qo'l qo'shtirib qarab turmaydi. Steve Bannon, ammo xalqaro sudning hukmi bo'yicha Xitoyning u yerda turish, ya'ni orol yasash va hokazo huquqi yo'q. Shundoq bo'lgan ekan, biz nima uchun xalqaro sudning hukmini majburiy ijro qilmaymiz? Xalqaro sud Xitoyning bu qilmishini qat'iy qabul qilg'il bo'lmaydi dedi. Ammo Xitoy bu degan mening territoriyam da'vatidi. Shu narsa menga aydinki, mening, ya'ni yuqoridagi Xitoyga 72 soat vaqt berish, unimasa qurol kuchi ishlatish tashabbusim nurg'un kishilarning qarshiligiga uchraydi. Birodar, aljib qolmagansan? Biz Janubiy dengizning qayerda ekanligini bilmay turibla urushni boshlavatamidiq deydiganlar chiqishi aniq. Kishilar cho'qim xalqaro iqtisodning qandaq narsa ekanligini bilish kerak. Savdo Amerika iqtisodining asosi. Ammo biz bilan Xitoyning orasidagi savdo cho'qim Trump eng dastlabda aytgandek o'zaro naf yetkazadigan tijorat bo'lishi kerak. Shunga Xitoy shuni qat'iy to'nib yetish kerakki, Trump bu ishda, ya'ni navbatdagi Amerikaga ziyonliq. Amerika Xitoy savdo munosabatini o'zgartishda hargiz yo'l qo'ymaydi. Amerikani ahmoq qilg'ili bo'ladigan kunlar
oyoqlashdi. Tugidi.